Nejati Shashmas va O'zgu Namal Qashqirlar makoni filmida. Rollarda Selchuk Yontem, Oktay Kaynarjan, İpek Tenolcay, Müge Ulusoy, Gürkan Uygun, Osman Robert, Nihat Nikerel, Sefa Zengin, Hande Kazanova, Prodüser Osman Sinav. O'g'lingni evaziga sendan bir narsa so'rayapti. Sen buni bera olmaysan, menga ham ayta olmaysan, shundaymi? O'g'limni evaziga emas, u ularni qo'lida emas. Safiyaga kelgan xat shu bilan bog'liqmi? Javobini ola olmaydigan savollar berma Qilich. O'g'limni mendan o'g'irlashdi. Endi esa qaytarish evaziga hayotimni so'rashyapti. Men hayot olaman, hayot bermayman. Po'latni oldiga bor. Hamma ishini qo'yib, Dog'uni o'ldirishini xohlayotganimni yetkaz. U oddiy odam emas. Po'lat bu ishni qilmaydi. Uddasidan chiqmaydi. Qilmasa Po'latni o'ldir. O'zimiz istamagan narsalarni ko'rdik. Ammo bugundan boshlab hammasi ortda qoldi deb o'ylayman. Bu olamda hech narsa xohishsiz bo'lmaydi, Po'lat. Meni bu yerga chaqirding, mana keldim. Qilmishlaring uchun kechirim so'rashga chaqirgansan deb o'ylayman, mana keldim. Kechirim so'rashdan ham ortig'ini qildim deb o'ylayman. Nesrinni ruslarni qo'ldan qutqardim. To'g'rimi, Nesrin? G'at. Qizingizni qutqarish uchun ruslar bilan hamkorlik qilishingizga to'g'ri kelardi. Sizni ham bu majburiyatdan qutqardim. Unda pulga qanday bahona topasan, Po'lat? Ularni ham ruslarni qo'lidan qutqardingmi? Pullaringiz o'zingizga qaytadi, Ziyobey. Bu yo'l bilan sizga sovg'a qildim. Sizdan qurol olishadi. Eng katta ishim esa Pusatni sizlardan qutqardim. Faqat bunday qilma, Po'lat. Xizmat. Umarjon damsizmisiz? Ha?
Men Alijondanning otasiman. Hammamizning hayotimiz xavfsiz bo'lishi uchun Pusatni internatga joylashtirdim. Sen kim bo'psanki, meni nevaramni internatga berasan? Gapimni bo'lmang, Ziyobey. Pusat bilan gaplashdim. Uni fikrini eshitdim. Ko'nglimdagilarni tushuntirdim. Uni ham, meni ham fikrlarimiz bir joydan chiqdi. Pusat buvasi kabi qurol olib sotishni ham, dadasi kabi ko'chada o'ldirilishini ham xohlamaydi. Pusat diplomat bo'ladi. O'g'limni o'zim tarbiya qila olaman. Faqatgina fursat istagandim. Fursatdan yomon foydalanding, Nesrin. Dadang bilan qanaqa muammong bor bilmayman, qiziqmayman ham. Ammo ilk fursatda otamdan o'ch olaman deb bo'lmag'ur mojarolarni boshlading. Yana bolalaringdan foydalangan holda. Xo'sh. Aytganlaringni qilmasak nima qilasan, Po'lat? Men seni o'ldiraman. Meni o'ldirsangiz, Pusat yo'q. Qizingizni o'ldirsangiz ham, Pusat yo'q. Qizingiz sizni o'ldirsa ham, Pusat yo'q. Selviyaga bir narsa bo'lsa, Pusat yo'q. Selvi bir kun katta bo'lib sizni o'ldirsa ham, Pusat yo'q. Pusat faqatgina men biladigan maktabda men unga bergan hujjat bilan hayotini davom ettiradi. Aytganlarimni qilmasangiz, oxirgi nafasingizgacha uni ko'rmaysizlar. Meni o'g'limdan ayira olmaysan, Po'lat. Men onaman. Menga bunday qilishga haqqing yo'q. Qizingni ham olib qo'yaman, Nesrin. Onalik qilishni istaysanmi? Qizingga qilaver. Men nevaram Pusat uchun yashayapman. Meni Nesrin ham, uni qizi ham qiziqtirmaydi. Sen menga yagona vorisingiz diplomat bo'lib mamlakatni qutqaradi deyapsan. Oldin o'zingni qutqar. Ana keyin nevaramni. Po'lat. Ziyobey, sizga boshqa yo'l ko'rsata olmayman. Agar bir kuni ahil oila bo'lganliklaringga qanoat hosil qilsam, Pusat bu oilada yaxshi tarbiya topishiga ishonsam, sizlarga uni joyini aytaman. O'zimni o'ldiraman. Birinchidan, buni Pusat 18 yoshga kirmasdan bilmaydi. Bilsa ham bu uni qiziqtirmaydi. Ikkinchidan, onalar doim qiynalishganda o'lishni istashadi. Pusat shusiz ham onasiz o'sayapti. Sizlar bilan muammom yo'q. Ziyobey, Nesrin xonim. Vasiylik davosida men yutib chiqdim. Pusatni vasiysi menman. Qulog'imiz sizda. Aslida sizlarni eshitishga keldim. Ammo bu hikoyani bilishga haqqingiz bor. Meni taniysizlarmi? Ya'ni nima ish qilishimni, kimligimni bilasizlarmi? Ishlaringizni gazetalardan, kimligingizni qizingiz va xotiningizdan bilamiz. Farzandingiz olib qochilganini Safiya qizim aytib bergandi. Oilamni sizlar bilan aloqasi tamoman tasodif. Ular hali bu haqiqatni bilishmaydi. 30 yildan keyin olib qochilgan o'g'lingiz Ali ekanligini qanday aniqladingiz? Olib qochganlardan. Davlatdan. Davlat bola olib qochmaydi. Aslan Akbey bir sababga ko'ra o'g'limni olib qochgan. Sabohat ismli davlat xodimasining himoyasiga bergan
va sizlarga topshirib uni o'g'il qilib olishlaringni ta'minlagan. Aslanbek yaqin do'stimiz edi. Aytganingizdek, Sabohat xonimni urinishlari natijasida Aliga yetishdik. Va bir falokat tufayli o'g'limizdan ayrildik. Yo'q. U tirik. Ko'rdingizmi? Yo'q. Ammo davlat vazifasida ekanini davlat mas'ullaridan aniqladim. Qanaqa ish? Bilmayman. Elif ham bir ishda deb aytganda, ammo hech kim ko'rmaganmi? Ko'chaga chiqmaydimi? Yurtiga kelmaydimi? Odamlar ko'rib mana Ali deyishmaydimi? Yuzini o'zgartirishibdi. Men o'g'limni avvalgi ko'rinishini ham bilmayman. Xush kelibsiz. Shu yerda yotib turishingni aytganing uchun muammo bo'lmaydi deb o'yladim. Ko'rib turganingizdek muammo emas. Sen bilan gaplashib olishim kerak. Marhamat. Nima aytay? Doğu Eşref o'g'lini taniysanmi? Taniyman. Yaxshi. Uni o'ldir. Unchalik tanimayman. Hurmatli Qoraxonlikning buyrug'i. Bu buyruq muhokama qilinmaydi va surishtirilmaydi. Doğu Eşref o'g'lini bu ishni ortidan biz chiqmaydigan shaklda o'ldirasan. Tushundingmi, Po'lat? Men yollanma qotil emasman. Bu hurmatli Qoraxonlik uchun juda muhim. Bundan buyon Po'lat Alamdar degan shaxsning tirik qolishini shu buyruqni bajarmasliging belgilaydi. Olib qochganini eslaydimi?
nega xotiralarimizni titkilashga ruxsat beryapsiz? U o'g'limizni otasi ekanligini qayerdan bilamiz? Doim kutmaganmidik, xonim? Doim bir kuni eshik taqillaydi va o'g'limizni bizdan olib ketishadi deb qo'rqmaganmidik? Ana o'sha vaqt keldi. Ishonmayman. Aslan ham, Sabohat ham bunday qilgan bo'lishi mumkin emas. Mumkin, xonim. Nega bunday qilishganini bilmayman, ammo bu haqiqat. Endi o'g'lim qaytsa, bizni emas, ularni yoniga ketadimi? Davlatmi, mafiyami, Memati? Meni o'rnimda bo'lsang nima qilarding? Do'g'ini o'ldirarmiding? Bir odam bor edi, Memati. Orzulari bor bir odam. Eng katta orzusi uni tarbiyalagan vataniga qarzini to'lash bo'lgan bir odam. Bu yo'lda hamma narsadan voz kechdi. Yaqinlaridan, oilasidan, ismidan va hatto yuzidan ham voz kechdi. Davlat uni mafiya otasi qildi. Mafiyani yo'q qilish uchun mafiya otasi bo'ldi. O'ldirdi, o'ldirdi, o'ldirdi. Eng yuqorigacha chiqdi. Davlat ko'rsatgan o'ljaning yonigacha. O'sha o'lja unga borib seni bor qilgan davlatga o'q ot dedi. O'sha odam Memati. O'sha odam sendan oldin o'ladi. Efe. Meni ismim Ali. Menga tegmang. Men bunday bo'lishini istamagandim. Siz yomonsiz. O'g'lim, Meni dadam emassiz. rasm chizyapsanmi? Ha, Qanaqa rasm? dala hovlimni chizyapman. Bu yer seni hovlingmi? Meniki bo'ladi. Seni u yerga olib borishimni istaysanmi? O'zim boraman.
O'tir. Qilgan ishingdan xursandman. Rahmat, afandim. Narigi ish qay ahvolda? Yaqin aloqadaman, afandim. Bu yigit ortimdan yuribdi. Ishni bitir. Po'lat alamdarni boshqa yashashini istamayman. Shaxs bilan bog'liq ma'lumotlarga qarasak, juda tor doirada yashaydigan bir o'lja sifatida ko'rinyapti. Suiqasd omadli yakunlanishining taxmini juda kam. Lekin ba'zi imkoniyatlar bor. Juda yaqinigacha kirishim mumkin. Faqat yana ozroq vaqt kerak. 100% omadga erishish uchun. Selim o'ldi. Uni o'ldirgan Po'lat alamdar ham o'ladi. Bugunmi, ertami? Albatta o'ladi. Shoshib bir xato qilishingni istamayman. Ammo endi sevinch ovozlari quloqlarimni qiynashini ham istamayman. Xo'p bo'ladi. Asadbey, Do'g'ubey bilan muhim mavzuda gaplashish uchun uchrashmoqchiman. Kiprdan qachon qaytadi? Yaxshi, tushundim. Yana qo'ng'iroq qilaman. Nima ish ekan, Abdul? Professional ish. Laziya qilgan bo'lishi mumkin emas. Pullarchi? Pullar istagan hisoblariga o'tibdi. Menimcha ular yana ozroq bu yerda qolishni istashgan. Yaxshi qilishmadi. Bu bilan bog'liq nima qilishimni istaysiz, og'a? O'tir, Abdulhay. Do'g'ini o'ldiraman. Qanaqasiga? Qoraxonli Do'g'ubeyni o'ldirishimni xohlayapti. Nima qilmoqchisiz, og'a? Endi faqat bir narsa qilishim mumkin. Qoraxonlini o'ldirish. Qoraxonli nega Do'g'uni yo'q qilmoqchi? Buni so'rashga imkon bo'lmadi, ammo o'ldirmasimdan avval so'rayman. Qoraxonlini o'ldirsangiz tirik qolmaysiz, og'a. Qasamyod qilganmiz, Abdulhay. Jihadiga kirayotganimizda bizga hech kim boqiy umr va'da qilmadi. Vazifani oxiriga keldik, Abdulhay. Borib Do'g'ubeyga kim ekanimizni aytaylik, og'a. Nima qilish kerakligini ular aytsin. Asl ishimiz vatanga xizmat qilish, Abdulhay. Shuning uchun tanlashdi, shuning uchun tarbiyalashdi bizni. O'sha uyga kiraman. Qoraxonlini va Qilichni o'ldiraman. Ammo uydan chiqish ehtimolim yo'q. Operatsiyani birga qilaylik. Ikkalamiz bo'lsak, o'sha uydan chiqa olamiz. Keyin nima qilamiz? Qochamiz. Unda Qoraxonlining o'limi qanday foyda beradi? Sen ishing boshqa narsa. Sen Qashqirlar makoni operatsiyasini davom ettirasan. Laziyo Yilmaz, Samuel Vanuni, Nizomiddin Guvench, Iplikchi Nedim Malik, Rus Ibrohim Og'izxala, Kirve, Akre Bekir, Moviy Turgut Kuyuji, Sadra Jonbozog'li. Tunjay Kantarji,
Halil Ibrohim Kapar. Tunjay bilan Haloniyammi? Qo'limiz ularning ustida bo'lmasa, nega ular yashasin, Abdulhay? Bir o'zim bu ishlarni qanday qilaman, og'a? Hammasining qayerda nima qilgani, qayerda yotib, qayerda turishlari, olgan nafaslari haqida menda ma'lumotlar bor, Abdulhay. Operatsiyani bitta-bitta belgilayman. Tayyorgarlik ko'rasan va o'ldirasan. Kim bilan? Bizni yigitlar bilan qilasan. Bu vaziyatni yigitlarga qanday tushuntiraman? Meni o'limimga sabab bo'lishganini aytasan. Meni intiqomim uchun davlatga xizmat qilishadi. Qashqirlar makoni operatsiyasi qonxo'rlarni yo'q qilish va cho'ktirish maqsadida boshlandi. Hech qachon maqsadimiz ularni o'ldirish bo'lmadi. Kimni o'ldirsak, o'rniga boshqasi kelardi. Ammo hozirgi vaziyatda ularning o'ligimi, tirigimi deyilsa, o'ligini tanlaymiz. O'lkada vahima uyg'onadi, og'a. Siz aytgan odamlarning hammasi tuya tishlari. Sen tishlarini sug'ur. Tuya cho'kadimi, cho'kmaydimi, bizga qizig'i yo'q, Abdulhay. Bu davlatning ishi. Agar aytganlarimni bajara olsang, Do'g'ubeyga kim ekanligimizni, bularni nega qilganimizni va kimligimizni aytgan bo'lasan. Keyin nima bo'ladi? Yo bo'yningga medal yoki sirtmoq. Ikkalasi ham vatan uchun sharafdir. Abdulhay. Zulfi yuksal. Bo'yning uzilmasidan bo'yningni egma. Bu mamlakatda men ham yagona emasman, sen ham. O'g'limni tirikligini bilaman. Mehmet, uni topishingni ham bilaman. Bu qiyin ish, Nargis. Nima qilishni ham bilmayman, qayerdan boshlashni ham, ammo topaman. Hali ham ishonmayapman. Efeni tarbiya qilgan oilani dunyoning narigi chekkasidan kelib topsam-a? Qanday ta'sir qildi? Xursand bo'lishdimi? Hayron qolishdi. Menimcha boshida aytganlaringga ishonishmadi, ammo keyin Dada, ular bilan gaplashishimiz kerak. Umar ota bilan, Nazifa ona bilan. Ular aytadigan minglarcha narsa bordir. Efeni topishni xohlasak, uni tanishimiz uchun yordam berishadi. Bugun emas, Safiya. Hech bo'lmasa bugun o'zlariga kelib olishsin. Biz qanchalik hayajonda bo'lsak, ular ham shunday. Bugun demayapman, umuman aytdim. Endi ular bilan bir oilamiz. Rasmni ko'rdingmi, Mehmet? Ha, Kimga o'xshaydi? senga. Oyi, siz ham Umar otani do'konida rasmini ko'rdingiz-ku. Men uni onasiman. Film Nodavlat telekompaniyalar teletarmog'i dublyaj studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Nurilla Abdullayev. Filmga aktyorlardan Afzal Rafiqov, Sanjar Sa'dullayev, Mohira Nurmatova ovoz berishgan. Rejissyor Shamsiddin Husamuddinov, ovoz rejissyorlari Zarif Yo'ldoshev, Pavel Karpov, prodyuser Shahnoza Ahmedova.